1930-yilda birinchi marotaba futbol bo'yicha jahon chempionati Urugvayda bo'lib o'tgan edi. Va shu yildan boshlab hozirgi kungacha deyarli 100 yil ichida ushbu yer sayyorasining tarixidagi eng asosiy futbol bilan bog'liq bo'lgan tadbirni tarixida O'zbekistonni bayrog'i ham ko'tariladi. Va ushbu tarixiy orzuni hattoki o'zini qo'shig'i ham bor. Va mana shu qo'shig'ini bizga hozirning o'zida super professional ijodkor Anvar Jo'rayev Sahar guruhi ijro etib beradi. Marhamat. Senga qadalgan nigohlar kechagidan boshqacha, chalg'ima seni oliy maqsading shu, bugun hayajonlar boshqacha. Salom mundial, salom ey jahon, maydonga tushar O'zbekiston. O'zbekiston, O'zbekiston, seni qutlar butun jahon. O'zbekiston, O'zbekiston, olg'a g'alaba tomon. Qani bol, 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 urib gol, 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 bol, bu futbol. Qani bol, 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 urib gol, 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 qani bol, bu futbol. Anvar aka, biz jahon chempionatiga chiqqanligimizni eshitganingizda nimalarni his qildingiz? Men juda ham xursand bo'ldim, даже yig'lavordim ham, chunki bu ta'rif ana qilib bo'lmaydigan, xayolga sig'dirib bo'lmaydigan narsa bo'ldi tarixda. Endi bizning O'zbekistonimizni, mustaqil O'zbekistonimiz tarixida. Shu uchun men juda ham xursand bo'ldim. Xuddi o'zim shu jahon chempionatiga chiqqandek bo'lib xursand bo'ldim. Qaror qildimki, shu albatta men bitta qo'shiq yarataman futbolchilar uchun. Shu nima deydi, yondirish, shu o'yin oldidan yondirish uchun zo'r bitta qo'shiq yarataman. Shunaqa patriotik bitta qo'shiq yarataman degan. Vatanparvarlik ruhida. Vatanparvarlik ruhida shu ashula yarataman degan qaror qildim. Aslida har qanday mamlakatni yoki madaniyat yoki sport hamisha mashhur qiladi. Va hozir ko'rib turibmizki, madaniyat va sport shundoqina birlashib turibdi. Albatta. Aytingchi, siz uchun faqat bu savolga juda qisqa javob berish kerak yoki bitta so'z yoki bitta ibora bilan. Siz uchun o'zbek futboli bu. Men uchun o'zbek futboli bu sensatsiya.